Assalamu alaykum qadrli sabahdaşlar. Farabi Tor dershanesiga hoş geldinglar. Bugun hozirgi zamon Uyg'ur tili darsimizning 25 darsini o'tamiz. 25 darsimiz grammatikaning bir qismi bo'lgan so'zning tuzilishi qarab bo'linishi. Darsimizga boshlashdan burun o'tgan soatlik darsimizning oxirida so'rab o'tgan tuvandagi savollarimizga javob berib o'tamiz. Birinchi, Uyg'ur tilidagi so'zlar qurilmasiga asosan qaysi tarkiblarga ayriladi? Buning javobi Uyg'ur tilidagi so'zlarni qurilmasiga asosan yiltiz, ya'ni so'z tomiri, özek, qo'shimcha degandek tarkiblarga ayirishga bo'ladi. Ikkinchi, özek degan nima? Özek deganimiz bir so'zning tarkibidagi so'z turligich qo'shimchalarni chiqarib o'tgandan keyin eshib qolgan qismi, ya'ni so'zning turlangan shakli özek deyiladi. Bu yerdagi özek so'z tomiriga so'z yasag'uvchi qo'shimchalar qo'shilgan va qo'shilmagandagi holatini ko'rsatadi. So'zga hech qanday yasag'uvchi qo'shimchalar qo'shilmagan vaqtda özek bilan yiltiz o'xshash bo'ladi. Endi bugungi darsimizga kelsak, so'zning tuzilishi qarab bo'linishi, undaqda Uyg'ur tilidagi so'zlar tuzilishiga qarab qaysi turlarga ayriladi deganda, Uyg'ur tilining lug'at tarkibidagi so'zlar tuzilishiga qarab tüp so'z, yasalma so'z, birikkan so'z va jup so'z degandek 4 cho'ng turga bo'linadi. Bulardan boshqa alohida shaklda tuzilgan so'zlardan qatma so'z, qisqartirilma so'z va murakkab qurilmali so'z qatorliqlar bor. Buningchiligi tüp so'zni ko'rib chiqsak, tüp sözler birli morfemden ibaret buludu. Tüp sözler bir boğumluq, iki boğumluq ve köp boğumluq tüp sözler dep ayrıldı. Mesela bir boğumluq tüp sözlerge misal alsaq, tağ, yer, su, kök, iş, man, yaz, 5, 10 degendek sözler bir boğumluq tüp sözler kirdi. İki boğumluq tüp sözlerge misal alsaq, yügür, igiz, adem, işki, beylik qatarlıqlarının hamısı iki boğumluq tüp sözler kirdi. Köp boğumluq tüp sözlerge misal alsaq, etigen, inqilab, morfologiya, energiya degandek sözlerin hamısı köp boğumluq tüp sözlerge kirdi ve körüp ötken bu sözlerin hamısını başqa böleklerge ayrıqıl bolmaydı. Çünkü bu sözlerin hamısı birli morfemden tuzilgan sözler. Endi yasalma sözlerini görüp çıksaq, bir baş morfem bilen bir yoki bir qancha əgeş morfemden tuzilgan sözler yasalma sözler deyiladi. Yani yasalma sözler tüp sözlerge söz yasagıcı qo'shimchalarning qo'shilishi orqali yasaladi. Əgeş morfemlarning ba'zilari baş morfemning oldiga, ko'pinchisi orqasiga qo'shiladi. Sözlerning oldi qo'shilgan əgeş morfemlar asosan o'tgan soatda so'zlab o'tgandik. Arab va Fors tilining Uyg'ur tiliga kirib o'zlashgan qo'shimchalar hisoblanadi. Masalan, bi degan qo'shimcha bo'lsa, beadab, behisob, bechora, begunoh. Na degan qo'shimcha bo'lsa, nomard, noumid, noinsof, noto'g'ri. Bad degan qo'shimcha bo'lsa, badqiliq, baddam, badxuy, badniyat. Bularning hammasi farschadan kirgan qo'shimchalar. Endi arabchadan kirgan qo'shimchalardan baba, behuzur, baquvvat bo'lib, bu qo'shimchalar Uyg'ur tilida unumsiz qo'shimchalar qatoriga kirdi. Chunki bu unumsiz qo'shimchalar degan vaqtimizda faqat sanoqli so'zlarlar, ya'ni farscha va arabchadan kirgan so'zlarga qo'shilib, so'z yasovchi qo'shimcha bo'la oladi. Va bu yerdagi farscha va arabcha qo'shimchalarning Uyg'ur tilida o'xshashlar shu qo'shimchalar bilan o'xshash qo'llangan qo'shimchalar bor. Masalan, beadab, behisob, bechora, begunohdagi be Uyg'ur tilidagi siz, ya'ni adabsiz, hisobsiz, chorasiz, gunohsiz degan qo'shimcha bilan o'xshash rol o'ynaydi. Chet tillardan kirgan qo'shimchalarni ko'rib chiqdik. Endi Uyg'ur tiliga xos bo'lgan qo'shimchalarni ko'rib chiqsak, Uyg'ur tiliga xos bo'lgan yasag'uvchi qo'shimchalar bosh morfemning keyiniga qo'shiladi, ya'ni so'z tomirining keyiniga qo'shiladi. Masalan, chi qo'shimchasi ishchi, toshchi, gulchi, inqilobchi degandek so'z tomirining oxiriga qo'shiladi. Liq, lik, luq, luk desak, o'xshashlar so'z tomirining oxiriga qo'shiladi. Kuchlik, yazlık, tətillik, pulluq, küzlük degandek. Bundan başqa g'uchi, kuchi, güchi, kuchi qatorliq so'z yozg'ich qo'shimchalarga o'xshashlar so'z tomirining oxiriga qo'shiladi. O'quvchi, o'qituvchi, kutguchi, sezguchi degandek. Endi birikkan so'zlarni ko'rib chiqsak, birikkan so'zlar deganimiz ikki so'zning biqinish, biqindirish yoki igi xabar munosabatida birikib, tavush va ma'no jihatdan ayrilmas bir gavdaga aylanib ketish natijasi bo'lgan leksikalik birliklarni ko'rsatadi. Masalan, oshqozon, tamgizit, belvoq, qizilgul, maytaq, oqsoqol, hovqush, atyoz, kunchiqish, to'ygi qush,
Сәңсал, riayet qil degan bu so'zlarning hammasi ikki so'zning birikib ketishidan hosil bo'lgan birikkan so'zlarga misol bo'la oladi. Birikkan so'zlar parchalanmaslik xususiyatiga ega bo'lgani uchun ularning birmunchilari zamonning o'tishi bilan fonetik o'zgarishga uchrab, tip so'zlarga aylanib ketishi mumkin. Tilimizdagi bugun degan so'z, bu kun degan ikki so'zning birikishidan hosil bo'lgan. Bundan boshqa 8-10 ning birikishidan 80, bilek uzukning birikishidan bilezuk, yan başning birikishidan yanpash qatorliq ana shundoq birikkan so'zlar hosil bo'lgan. Endi birikkan so'zlarning alohidaliklarini ko'rib chiqsak, birikkan so'zlar tuvandagidek alohidliklarga ega bo'ladi. Birinchisi, birikkan so'zlar tovush va ma'no jihatdan nihoyat chingiralashib ketgan bo'ladi. Ya'ni ular tarkibidagi so'zlar tovush va ma'no jihatdan yo'g'rilganligi, bir urg'uga bo'ysunganligi va bir so'zak aytilganligi bilan xarakterlanadi. Birikkan so'zlar so'z birikmasidan farqlanadigan grammatikalik birlik bo'lsa-mu, sintakslik qurilma nusxalarini saqlab qolgan bo'ladi. Bundaq sintakslik qurilma munosabati tuvandikicha bo'ladi. İlgi xabarlik münasibət. Bundaq münasibətlik birikkan so'zlarda avvalqı morfema bayon qilgan şeyni bildirdi. Keyingi morfem bo'lsa, avvalqı morfemni bayon qilib keladi. Masalan, daz ketmak, yuz kelmak, yuz bermek, ya'ni yuqorqi birikkan so'zlarning ikki qismi ismdan, xabar qismi bo'lsa, fe'ldan tarkib topgan bo'ladi. Ammo ular jumlachiga kelganda faqat jumlaning bir bo'ligi bo'lib kelalaydi. Aniqlovchilik munosabat. Bu xil munosabatdagi birikkan so'zlarda avvalgi morfema keyingi morfemni o'xshamagan nuqtalardan izohlab va aniqlab keladi. Masalan, tosh yo'l, it quloq, tosh ko'mir, qora nopus, ochiq suv, yalang tush, och ko'z, gulqand, atirgul degandeklarning hammasi o'xshashlar. Oldidagi morfema keyingi morfemni aniqlab kelgan. Bu xil munosabatdagi birikkan so'zlarda aniqlang'ich tarkib ismdan, aniqlovchi tarkib ism, sifat va sondan tarkib topadi. Endi to'ldiruvchilik munosabatini ko'rib chiqsak, to'ldiruvchilik munosabatdagi birikkan so'zlarda avvalgi morfema harakatni bildirsa, keyingi morfema harakat biqindirib kelgan shayni bildirdi. Masalan, azar bermak, g'alaba qilmoq, qanot yaymoq, hayva qilmoq, zan salmoq degandek yuqorqi birikkan so'zlarning boshqurg'uchi tarkibi fe'ldan, boshqurg'uchi tarkibi ism yoki ism xarakterlik so'zlardan tarkib topgan bo'ladi. Tengdoshlik munosabatini ko'rib chiqsak, tengdoshlik munosabatidagi birikkan so'zlar barobar o'rinda turadigan, roli o'xshash bo'lgan ikki morfemdan tarkib topadi. Masalan, bir talay, bir muncha, bir qancha, bir hazo, birdam degandek, ya'ni bundaq birikkan so'zlarda tengdosh tarkib sifat, son va ismdan tarkib tepishi hamda sifat, son va ravish so'z turkumiga tava bo'lishi mumkin. Endi jup so'zlarni ko'rib chiqsak, jup so'zlar tengdosh ikki bo'lakning juplashidan hosil bo'lgan leksikalik birliklarni ko'rsatadi. Yezliq tilining imlosida odatda jup so'zlarning orasiga siziqcha qo'yib yoziladi. Masalan, xiyim xatar, shon sharaf, qoqti so'qti, boy siliq degandek jup so'zlarning tuzilishiga qarab yana tuvandagidek turlarga bo'lalaymiz. Birinchi, ma'lum jihatdan munosabatli bo'lgan ikki so'zning juplashidan hosil bo'lgan jup so'zlar. Bu xil jup so'zlar ikki so'zning ma'no jihatdan yo'g'rilib ketishidan hosil bo'lgan yangi bir leksikalik ma'noni ifodalaydi. Masalan, qish, yoz, ya'ni yil bo'yi degan ma'noda, daftar, qalam, o'qish qurollari, yozish qurollari degan ma'noda, bugun, erta, yaqinqi bir necha kun ichida degan ma'noda, jafo mushaqqat bo'lsa turli qiyinchilik ma'nosi bo'ladi. Bu xil jup so'zlar tarkibidagi ikki so'zning ma'no munosabati tuvandagidek bir necha xil bo'ladi. Ma'nodoshlik munosabat, buniga misol olsak, bitmas, tugamas, mehr, shafqat, qayg'u, hasrat, arzu, armon. Bu jup so'zlarni tuzib chiqqan ikki so'zning ma'nosi intayin yaqin bo'ladi. Endi turdoshlik munosabatini ko'rib chiqsak, buniga misol olsak, daftar, qalam, yotgan ko'rpa, o'q to'ra, qo'g'in tovus, och yalang'och degandek mushlarning hammasi bir turdagi so'zlarning bir kishidan hosil bo'lgan jup so'zlarni ko'rsatadi. Qarama-qarshilik munosabat, buniga misol olsak, ostin ustun, oq, qora, egiz, past, bugun, erta, kirish, chiqish, berish, kelish degandek hammasi o'zaro qarama-qarshi bo'lgan so'zlarning birikishidan hosil bo'lgan jup so'zlarga misol bo'la oladi. Endi jup so'zlarning ikkinchisini ko'rib chiqsak, bir so'zning takrorlanishidan hosil bo'lgan jup so'zlar, buniga misol olsak,
yol yol, çekim çekim, kaç kaç, ur bas bas degandek o'xshash bir so'zning takrorlanishidan hosil bo'lgan jup so'zlarga misol bo'la oladi. Jup so'zlarning uchinchisini ko'rib chiqsak, bir so'zning ayrim qo'llanilmaydigan bir bo'lak bilan juplash orqali hosil bo'lgan jup so'zlar. Bu xil jup so'zlarning tarkibidagi ayrim qo'llanilmaydigan bo'lak o'z juplashgan so'zning ma'no doirasini kengaytirish rolini o'ynaydi. Masalan, bola chaqa, qochqumush, to'mir desak, og'riq silaq, meva cheva, kiyim kechak, parcha pura desak, bu so'zlarning hammasining birinchi so'z ma'niga ega va ikkinchi so'z asosan bir ma'niga ega emas va bular birikkandan keyin birinchi so'zning ma'no doirasini kengaytirish rolini o'ynaydi. To'rtinchi, bir so'zga asosan ismlarga p yoki m tovush bilan boshlangan bir qopiyadosh bo'lakning juplishi orqali hosil bo'lgan jup so'zlar. Bu xil jup so'zlarning tarkibidagi qopiyadosh bo'lak o'z juplashgan so'zning ma'no doirasini kengaytirish, so'zlaguvchining so'ziga g'ayriy rasmiylik yoki yoqtirmaslik tusini kirgizish rolini o'ynaydi. Masalan, nampan, choypay, kitob-pitob, uy-puy, ot-pat, o'yla-po'yla, mashina-pashina, parta-marta degandek. Bu so'zlar asosan normal turmushimizdagi dialoglarda ko'proq ishlatiladi, ammo bu so'zlar normal adabiy tilda ko'p ishlatilmaydi. Endi jup so'zlarning ichidagi to'rtinchisini ko'rib chiqsak, ayrim qo'llanilmaydigan ikki bo'lakning juplashib kelishi orqali hosil bo'lgan jup so'zlar. Buni misol olsak, o'ng'ul do'ng'ul, o'ngtay to'ngtay, go'ngir mo'ngir, apaq chapaq degandek misollar bu xil jup so'zlarga misol bo'la oladi. Ko'rib o'tganimizdek, bu jup so'zlar qo'llangan so'zlarni ayrim qo'llanmaymiz va bu jup so'zlar birikib kelgandan keyin andin ma'lum ma'niga ega bo'ladi va bu shaklda qo'llanalaymiz. Endi jup so'zlarning alayligini ko'rib chiqsak, birinchi so'z tartibi turaqliq bo'ladi. Ularning tarkibidagi so'zlarning tartibini almashtirish bo'lmaydi. Ya'ni ularning so'z tartibini almashtirib olsak, ham so'zlarning ma'nosi qolmaydi va Uyg'ur tili grammatikasi va Uyg'ur tili imlo qoidasiga uyg'un bo'lmaydi. Ikkinchi, yozilishchan xususiyatga ega. Uyg'ur tilidagi nurg'un so'zlarni qopiyadosh tarkiblar bilan juplash orqali jup so'zlarni yozg'ili bo'ladi. Masalan, can degan so'z bo'lsa, jon jahil, jon jigar, jon jonivor, jon dil, jon tan degandek har xil jup so'zlarni yozg'ili bo'ladi. Jup so'zlarning uchinchi aloyligi moslashchanligiga. Ular o'zaro qopiyadosh shaklda va moslashgan holda juplanib, tovush jihatda ritmdorlik va ohangdorlik ega bo'ladi. Masalan, atarman, chaparman, ovlash, cho'lash, qattiq quruq, ada juda degandek mush jup so'zlarning hammasi buningga misol bo'la oladi. Endi qatma so'zlarni ko'rib chiqsak, Uyg'ur tilida ma'lum so'z yoki so'z birikmasining belgilik grammatikalik shaklda turaqlashib qolishidan hosil bo'lgan bir qism leksikalik birliklar bo'lib, bularni qatma so'z deb atash bo'ladi. Masalan, oxunum, kunda, haqida, qaraganda, birdan, yangiboshdan, ha deb, ha deganda, degan bilan tursun, tilib oldi, setib oldi, xudo berdi degandek mush ismlarga o'xshashlar mush qatma so'zlarga misol bo'la oladi. Oltinchi, qisqartma so'zlar. So'zlarning ixcham bo'lishini nazarda tutib, shaylarning nomini bildirgan so'z birikmalari tarkibidagi har bir so'zning beshidagi bir tovushni yoziqda, ya'ni birinchi harfini yoki bir bo'g'imni ilish orqali yasalgan so'zlar qisqartma so'zlar deyiladi. Uyg'ur tilida hozircha bu xil qisqartma so'zlar intayin oz. Masalan, JX desak, jamoat xavfsizligi, BDT desak, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliqlarning qisqartmasi hisoblanadi. Odatda qisqartma so'zlar bir yerning ismi yoki jumlada ism rolini o'ynab keladigan so'z birikmalarining qisqartmasi hisoblanadi. Qisqartma so'zlarga yana bir misol olsak, buningda mashhur shaxslarning ism familiyalarining qisqartilgan harfidan keyin chekit qo'yiladi. Masalan, Mahmud Qashqari bo'lsa, Me Qashqari, Lutfullo Mutallib bo'lsa, Le Mutallib, Abdurahim Tilashov o'tkir bo'lsa, AT o'tkir shaklda qisqartma so'z yasash bo'ladi. Bulardan boshqa xalqaroliq o'lcham birliklari qisqartib yoziladi. Yozganda orasiga chekit qo'yilmaydi. Masalan, santimetr, semi, kilometr, kemi, milligram, megi, millimetr, memi shaklda qisqartildi. Bulardan boshqa xalqarada o'rtaq qo'llanilgan harflik bir qism qisqartılmış so'zlar latin harflari bo'yicha yoziladi. Masalan, optik diska bo'lsa CD, sifirlik videolik diska bo'lsa DVD, muzikalik televiziya bo'lsa MTV, noma'lum uchar jism bo'lsa UFO, vitamin A, vitamin C, X nuri qatorliq
Və müşxil xalqarada ortaq qo'llanıladigan bir qism qisqartılma so'zlar latin hərfləri bo'yicha yazıladi. Xalqarada hərf bo'yicha qisqartılgan, bir sözga o'xshash talaffuz qilinadigan so'zlar Uyg'ur tilida shunday qo'llaniladi. Imloda latin hərfi bo'yicha yozishqimi, Uyg'urcha yozishqimi bo'ladi. Masalan, neft eksport qilg'ich davlatlar bo'lsa OPEC shaklda, tipik bo'lmagan o'pka yollig'i sar shaklda ham latincha ham Uyg'urcha yozish bo'ladi. Eng oxirida murakkab qurilmaliq so'zlarni ko'rib chiqsak, Uyg'ur tilida so'z birikmalariga ba'zi yasag'ich qo'shimchalar qo'shilib yasalgan so'zlar uchraydi. Bundaq so'zlar murakkab qurilmaliq so'zlar deyiladi. Masalan, tirnoq olg'ich, ishlab chiqarish, izbosar, yapqachar qatorliq bu xil murakkab qurilmaliq so'zlar bor. Bugungi darsimizning oxiriga keldik. Darsimizning oxirida bu darsimizga munosabatli bo'lgan tuvandagi savolni sizlarga so'rab o'tamiz. Jup so'zlarning alohidaligi nima? Bu savolning javobini YouTube videomizning ostidagi inkas qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismidan uchrayib bersangiz bo'ladi. Undaqda keyingi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.